Bunaqa zot kerak deganlarga mana biz topdik. Ham arzon, ham ishonchli. Dehqon akamiz uyida mana toza greypfrut mana qaramdan aka, to'qol variantidan. Xudo xolasa puli arzon, kambag'alni bo'y qilib cho'nchakni to'ldiradigan mana. Ko'rinadi akalar, bu arqavoshlar qaramdan. Assalomu alaykum Yangi Vodiy aziz obunachilari. Bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-ukalar, musofirdagi birodarlar, chorva ashqozlari, mana bunday buqa, mayda xunojillar, bitta bir sigir qilgani shved, qurvonlikka bundaqa xunojin boqaman, xunojin so'yamiz degan akalar uchun o'ta bo'lachilar bor ekan akalar. Xudo xolasa videoda ko'rishdan oldin bittadan like, obuna tugmasini bosib qo'yamiz. Xudo xolasa sizlarga xizmatdan charchamay yangi videolar chiqarishda davom etaveramiz. Bo'lmasa to'liq ma'lumotni Objon akamdan olamiz. Objon aka, assalomu alaykum. Assalom. Sizmisiz? Sog'lashing, chaching, sog'lash. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Rahmat, o'zi yaxshimi? Ha, bizda ham ozgina. Dehqonchilar. Bor edi shunga bir. Shundoqlarmi degan maqsad bor. Gap yo'q. Yaxshilikqa xudo Xudo xolasa. xolasa yaxshilikqa chiqsa reja bor shuning uchun. Bo'ldi gap. Akam nima qilyapti? Biz asosan kuzatuvchilar to'g'risida ochiq aytaveraman-da sizga. Buqa keyin mana bundaqa sigir ishqozlar, endi mana bundaqa xunochilar endi so'raganlar bo'ladi. Asosan bizdan buqa. Ha, qiziqqanlar, mabodo endi kimgadir yoqarlar, kimgadir atirli shoyda yozdi-yu. Buqalardan boshlaylik. Ishqivoz oldim o'zim ham. To'g'risini aytish kerak. Aka, Chekidan boshlaylik. Vaqtdan shu mana undan boshlab, uchovsini boshlaylik, keyin bari ketib mana olani aytamiz. Hop. Bo'lmasa aka, bo'yin o'lchab qo'ying shuni. bo'yin o'lchaylikmi? Bismillah. Kellalarni ko'rsatib qo'yaman ekan, mana qarang, tuxum kella, haqiqiy toza greenford. Nechiga aka? 15 plyusga beraveramiz. 1.15 plus, 1.17 ag'va chiqdimi? Shunaqa. O'sha bo'y aytib turibdi, 1.15 ga olish olsin. Ammo qarang akalar. Toza haqiqiy ustaligidan. Mana qarang, yelkam, orqani qarang, shikob. Xudo xolasa, olgan odam baraka topadi. Bu negiz o'lchamadingiz-da? Mana qarang, haqiqiy bir go'zal mol ekan. Menday men ko'rsatay buni. To'g'risi. Biri 10 plyus boshlayapti bundan. Biri 10 plyusda. Aha, biri 10 dan ikkalasi. Bu 15 plyus. Mana qaranglar, stoykani qaranglar. Mol bo'lakcha mol ekan, Objon aka. Ha, ular 100 ga 100 ikkalasi, uchalasi ham qoni toza. Qoni toza. Yeshirib berasiz. Buni yaqinda kelib chiqinglar. Yaqinda keldi, ha. Hali endi endi et kirish boshlabdi, yaltirash. Boshim zo'r. Bu ham to'qol variantidan. To'qol. Chiroyli. Xo'p, endi Objon aka qarang. Aha. Buni bo'yin o'lchadik, yeb ishlari, xudo xolasa bemalol, ha. 10 kunga Ha, beramiz. uyda molda. Emlamatlarni qilgan, emlamay, Emlamalar bo'lgan. Hamma yo'q bo'lgan. Hamma yo'q bo'lgan. Bo'ldi. Xo'p, dastlabki xizmati o'zingizning mashina bor, ha? Xudo xolasa dastlabkilarda Vodiy bo'ylab qilib beraverasiz. O'shaning uchun dastlabkani o'ylamay, hading. Chich orzuroq aytavering. Xudo xolasa. Toshkent, voh. Xudo xolasa Ha. mashina bor. Toshkent voha tomonga haligi agar kelishgan holda sotaverasiz. Xudo xolasa kelishgan holda. Xo'p, endi qarang. Kelishamiz-da, ey. Shu kelishni olinami deding? Bo'lmasa narxini endi ishlaydi ekan endi. Va jupini aytaylikmi? Shu ikkalasini. Bo'lmasa qarang, bunday qil. U bittani ayting. Aha. Keyin birchiga uchchasini ayting. Ha, bo'ldi. Mashina o'ziga olishadigan bo'lsa 19 million 800 ga xudo xolasa Qayerdan qilib berasiz? ayirni qilib beraman. Lekin to'g'risi aytish kerak. 20 million qo'yaman dedilar, 200 ming kamroq qo'ying dedim. Ochiq aytaveraman haligi. 20 million bozordan da qaraydi. Prosta bizga bozorga borgan shuncha narsani Shuncha rasxod, shuncha mehnat, uyda ish qilgan yashading. Uyda ish qilgan ham yaxshi. Gap yo'q. Issiq havo ham ko'rib turibsiz. Ha, to'g'ri. Borib kelib boshqa. Xo'p. Mana ikkalasini olaman desachi aka? Uchalasini olishsin bir joyga. Uchosinimi? Yengil. Uchalasiga 18 dan berishaveradi. 18 dan bo'lsa qancha bo'ladi? 18 dan berishaveradi. 36, 55 bo'ladimi? 56 mi? Hop, 18 dan bo'lsa 18 36, 18 qo'ysangiz 54 million bo'lar ekan. 54 million bo'lar ekan. 54 millionga hading. Bismillahirrohmanirrohim deb o'zing obunachilar yo'q uzoqda. Men o'zim ma'qilaman hading. Buningga chiroyli qilib narx yaxshi 18 milliondan obunachilar do'stonada endi haligi sizni maqtash emas. 19 dan qo'ymoqchi edim, prosta maqsad sotmoqda. Inshoolloh uchun sal yengilroq qo'yib beraman. 18 yarim, buni 19 qo'yaman, 20 million qo'yaman deb o'zim do'stona aytdim, aka, sotish bo'lsa yengilroq qo'ying. Haligisi yo'q. Mana uni qarang, 18 milliondan 54 million bo'lsa,
ozgina sunnatiga o'tib berasiz. Kelishamiz, Telefon qilib kelishamiz, chiroq o'tib telefon berasiz. qilishadi. Xudo Barakasini xohlasa. bersin. Xudo xolasa mana 18 milliondan ketdi bir joyga mana shu akalar. Mana to'g'risi 20 million bozordan bergisi kelmaydimikin? Bilmadim. Badani zo'rda bu. Endi narigilar. Tekasini o'zini yeb turibdi bular. Tepata hali kunjo'ra boshqa yemagan. Yo'q, yo'q, unaqa yeb turgan yo'q. Endi mana cho'nni postiramiz, olib borodamiz. Qo'lni postira bu, rossiyskiy o'zini shunaqa bu yani. Siz gibridiga aytib turibdi. Bolasi bir yasharda xiyal o'tib qoldi bu. Bir yasharda o'tdi. 12 yilda o'tdi. Qo'lay deb qoldi. To'g'ri bo'yni o'lchab qo'ygan ekan buni. Stoygan qaramda, butun mol aka. 21 chiqyapti, biri 20 ga olishi. Bo'ldi aka, hisob o'qitmang oldi. Biri 20 ga. 22 chiqyapti, 20 20 ga olsin, nasib 20 bir bu olsin. qaramda akalar. oyoq qo'li baquvvat. Oyoq qo'li istak. Nimasi bo'ladi? Turgan bilan ham Ha, o'sib o'tmagandi. Hali bo'lmaganda. Nimasi bo'lar? Shu endi shu 1,5 tonna 2 tonna bo'ladi deb haligi gupirtish foydasi yo'q. Shu mollar 800 kilo 1 tonna bo'ladi. Yaxshi boqsa Arjon aka. Xohlasa bo'ladi. Demak, inasi 750 kilo chiqqan 5 yil ekan, 750 kilo. Yo'q. Inasi. Bo'ladi-da. Katta molni bolasiligi o'zi aytib turibdi, ko'rinib turibdi qaramda. Uzunligi ham, men nima oyoqlari qaramda, oyoqlari yo'g'onligini, kallasini chiroyli mol aka. Bo'ldi, 20 million. Yaxshi. 20 qancha? 20 million deydi. 120. 120 ha. Pulini yengil ayting buni. 18,5 qo'yaylik. 18,5. Qarang, bunday qilaylik. Ammo narx 19 ligu lekin yaxshi. maqsad sotish deng. Keyin endi bitta so'rayman gap. So'raysiz ham. Yo qarang, yo bitta boshqa ko'p so'ramayman, qarang. Hamma mollarni xudo xolasa 18 dan qo'ydingiz, ha deng. Mana shu buni ham ha deng. Buni odamga shuni 18,5 500 ming o'tib bergan bo'lasiz, ha deng. 18 milliondan bir joyga yengil berasiz, ha deng. Bir joyga. Bir joyga biz dastlabkasini vodiy bo'ylab qo'yib beraman, aqa kelishamiz. Aqa kelishamiz. Mana Vallahi hamma sorti yaxshi narsa. sorti haq toza mollar ekan. Shunga odamga endi sorti yaxshi narsa. Yo'q, mol ideal mol xudo xolasa. Bunaqa haligi emas. Mana ochiq eshik obunachilar, novvoslar arzon bo'ldi. Endi o bozordan 1 million arzon emas, bozordan 5-4 ming arzon. Bu tiliga javob xudo xolasa. Kim olmoqchi bo'lsa ham savdogarlarga tavsiya qilaveramiz xudo xolasa. Qiziqadiganlarga bittalar bejiga tushunib turibdi. Yo'q, u yoqda. Ha. Agar kelib ko'rishaveradi ular. Ha, kelishaveradi. Zakaz tashab berasiz xudo xolasa. Endi mayda 3 ta xunojim bor ekan-a. Bog'ma bor ekan. 3 ta xunojim bor, bog'malar. Bularni xudo xolasa yaxshi. Badan. Bo'ylan o'lchab qo'ying aka. Haligi faras qilgan-da, metrlar bu material emas, prosta. Bo'y nechikina degandan hali kimga katta ekan, bir 10 olishaveradi. Bo'ldi, buni sal o'chroq. Undan ham o'chroq ekan. O'lchab qo'yinglar. Bo'ldi, o'lchab qo'ying. 15 pilis olishi. 15 pilis chiqadi bu. Hop. Uchosini aytamiz bir joyga. Uchilasini aytaveramiz. Tapotda 500 mingdan ko'p bo'lsa, adini ayting. Men tushunmayman xunojimda, ochiq aytish kerak. Siz o'zingiz tushunasiz. Agar bir joyga bo'lsa, sal yengilroq qilib beraman. Bir joyda bo'lsa, bitta odamga xursandchiligim bilan Bo'ldi. beramiz. Vallahi lekin bular ham yaxshi narsalar, ko'chati bor. Ko'chati yaxshi ekan. Orqa boshi hammasi butun Butun odamga yaxshi. yaltiroq. Kurak yo'q bo'ladi. Yo'q, yo'q, kuragi yo'q. Kurak bo'lganda qurvonlik ham o'zi tayyorlarsa bo'laveradi. Badani yaxshi mol ekan. Yo'ligisi yo'q bular. Endi bo'ldi, har yaxshi narsa. Yo endi mahkum kurak bo'lganda bir nima qilsa bo'laveradi-da, 4 kishi zo'r bo'lib qoladi. Hop, endi qarang. Uchosini bir joyga ayting, keyin buni kattasini aytib qo'ying addenni. Uchilasini bir joyga 12 million 700 dan berishsin. 12 million 700. Bunisi-chi? Buni o'zigami? Ha, 13 million berishsin. 13 million, ha. Bo'ldi, endi xunojimda akalar arzon qimmatligini kommentariyada bil. Ha, kamera qilib berasiz. Arzon qimmatligini kommentariyada yozib ketasizlar. Men kichkina Xohlasa zo'r. yaxshi. Endi biz ham bozorga aylab qilib qo'yganimiz yo'q. Maqsad sotish. Ha, bozordan yengil, ammo Yengilroq qilib. bozorda to'g'risi Arjon aka, 1.15 plyus chiqyaptimi? 17 chiqyapti endi. Shunaqa berish. 1 metrliklarni ham 9 million 10 million sotilyapti, shag'i bor. Hop, endi buni sigirga tavsiya qiladiganingizni ko'raylik ekan, ammo haqiqatan shivit, haqiqiy toza shivit. to'xtab, dumini ko'taraymi, bitta ko'rsatib ostini. Ostilari vobshim zo'r. Dumini ushlab turing. Ostilarni bir ko'rsatib qo'ying. Akalar. Hali xunojim. To'ttala yuvosh. Yo'q. Hali kuragi chiqaravergan yo'q. Hali biz u. Bo'yini o'lchab qo'ying. Buni qo'yib qo'ydim dedingiz-a? Ha, qo'yib qo'ydimmi? Bir 10 kuncha bo'lib qoldi. 10 kun bo'ldi. Hali maramadim qaytib? Bir 25 chiqyapti, 20 plyus olishaveradi. Bo'ldi. Maramadimi? Yo'q, yo'q, maragani yo'q. Ha, endi bir 20 o'lchab olishaveradi. Shunday o'zim olib boraman. Bir 25 chiqyapti. bo'ldi aka. Arjon akam deh. Mana qarang. Shunda da odamga yaxshi xudo xolasa. Ha, do'xolma qarang, tumshug'ini. Ja kalta haligi emas. Uzunligini uzun. Do'x xolasa. Toza shivit.
Shvedni ham o'sha haqiqiy yaxshisi ekan. Mana oyoq qo'llarini. Oyoq qo'li ham yaxshi xudo xohlasa. Yaxshi sigir qilib olsa, Xudo xohlasa yaxshi sigir bo'ladi haqiqatdan. Yaxshi aytyapman-da bunga. Sigir qilib olsa, xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. To'g'ri. Uzunligi ham uzun ekan. Aslida buni kilasi ham boshqasi ham yaxshi. Qurbonlik ham endi bu kuragi yo'q, uvolda. Uvol. Qani badani ham yaxshi ekan. Badani ham voqsin zo'r. Asli to'g'risi bunaqa chiroyli molni so'yaverasangiz, sigir ham qolish kerak-ku. Sal chiroyli sigirlar deydi-yu. Bo'lmasa Abjon aka 1.25, 1.20 plyusga. 20 plyus. Yengil. Mana uni qarang. Boshqa kanallardan arzonroq ayting, shtob sotilib ketsin. Biz ham hali qilib turibmiz, xudo xohlasa yengil qilib beramiz. So'ti ham yaxshi, boshqa oyoq qo'li ham kamchiligi, nuqsoni yo'q. Xudo xohlasa ideal mol aka. Ideal. Menda yeb ichib turibdi mana shu yerda. Bo'ldi, ha, yengil. Xudo xohlasa buni 18 ga o'tib beramiz. 18 million o'tib berasiz. O'tib beramiz. Bo'ldi aka. Kami ham bor, o'tib beramiz. Savdo sunnat aka, ha deng. Mana uni hozir 18 million kami o'tib qo'yib bo'lmaydi. Nimaga magazinda emasmiz-da. Albatta. Savdo sunnat. Telefon qilib Lekin so'raysiz. mana kichinasini ham 12 million, 13 million qilyapmiz. Shunaqa-da. Mol ideal holda. 25. 1.25 ni faraz qilonni ikkovishdan qaytarib turibdi. Endi buni oxiri malikamiz deydi-yu. Buni agar qurbonlikqa niyat qilib qo'yganlar bo'lsa, buni xohlasa qurbonlikqa rosa aytadi ham. 7 kishiga, 5 kishiga kelaveradi. Kelaveradi, ha. 7 kishi ham kelsa kerak. Katta buqa, uncha buqadan qolishmaydi bu. Buqadan yaxshi xudo xohlasa. Xunojim. Xunojim. Bo'yini o'lchab qo'ygan chaqadan, deng. O'zingiz hali bo'yini o'lchab, mana nechisiz o'zingiz? 1.35 ga beraveramiz. 1.35 mana kerak. U ko'hratda bo'yindan kelyapti orqalari. Haligi 35 ga orqa boshlari bir alaq ko'ring. Yelkasi ham lekinlar ko'rsataymi? O'ta chiroyli ekan-da. Semirganing shunchalik bundan ortiq bo'lmasa kerak. Aka, hop. Kilasini tortmadingizmi? Xomtani bilmaysizmi? Kilasini tortganim yo'q. Agar qassob akalarimiz boshqalar bo'lib qolsa, so'yib ber deysa, so'yib ham beraveraman, lekin naqd pulga so'yib beraman. Ha, naqd pul. 10 kundan ketib, 15 kundan ketib. Shatirga nech puldan ekan endi hali? El qatori 100 mingdan 4 bo'lakka hali qilib beraveraman. Beraverasiz 100 mingdan, ha? Agar oyoq bo'yiga ham kelishamiz. Endi qurbonlikqa joy haligi emas, lekin kilasi yaxshi. Kilasi yaxshi keladi. Kilasi xom taxmin nech kilo keladi ekan endi hali? Endi biz ham shuni haligisida emasmiz, endi boqib turamiz. Va shuncha 500 kilodan oshib keladi. 500 kilodan oshib. Shunaqa. Ha, yo endi hali xom taxminda shu. Hali Hali kimgadir katta mol ha deng. Katta mol kichkina ko'rinadi. Kichkina 1 metrli bo'lsa katta ko'rinadi-da. Buni kichkina mol. Nima olib qo'ying? Gardani ham option. Yo'q, o'sha sog'lom mol. Yeb ichish shunchalik semirganimdan ham yoqsiz semirgan-da bu. Ya o'zi ideal mol ekan. Shunqaligi shunchalik semirganimdan yeb ichishdan qaytgan yo'q. Qaytgan yo'q deng. Xudo xolasa bo'lmasa endi ha deng. Buni narxini ayting. Kuragi bor. Birinchi kuragiga harakat qilyapti. To'rt kurak harakat qilyapti. Bo'g'oz emas. Unisi yo'q, bu bo'g'oz emas. Bunga qo'l soldirib hali qilingan bo'g'oz emas. Bo'pti, buni narxini ayting aka endi. Endi haligi narxini monandaqa atrofida desangiz, yo bo'lmasa Trevesga beraman desangiz ham ma'qullaveradi. Trevesga endi oyoq bo'yiga bir narx aytaylik. Bo'ldi, ha, kelishib olaveradi. Endi 7 kishi bo'lsa endi bo'lishib oladigan bo'lsa, ideal, vobshim zo'r-da, xudo xolasa. Bo'ldi. Chiroyli qilib vaqt qo'yishadi, yaxshilikda, xudo xolasa 30 millionga 30 million. Hayrini o'tib beramiz. Xayri bor, xudo xolasa. 31 demoqchidik, endi hayrini o'tib beramiz. Bo'ldi. Demak, qurbonlik yaqinlashyapti-yu. Aha, o'zi Shunga qimmat bo'lib qolmasin, iloji boricha yaqin qilyapmiz. 20 o'sha oshib ketmasin. 20 kuncha qoldi, xudo xolasa, qurbonlikqa ham. 20 kun qoldi. Agar atab qo'yganlar bo'lsa, xudo xolasa yaxshilik olib qo'yilsa bo'laveradi. Bu ham vobshim. Hop, yana anaqada bir fikr. Qurbonlik oldingizmi? Orqani hozir yana bir olamiz, qarang. Gaz kelishib olaylik. Kelib maqtaymizda. Qarang, mabodo kelishib, kelib, barakasini qilishsa, uka, joyimiz yo'q edi-yu, 15 ga 20 kun hashagini beramiz, pulni beramiz, boqib beraver deysa, boqib beraverasizmi? Bemalol boqib beraveramiz. Endi o'sha xizmati ham bo'laveradimi, kelishib. Endi pul qo'shib berishmaydi-yu, ha deng. Kelishib baraka bo'ladi, yemini pulni berishadi. Yemini berishsa, bemalol uni haligi yo'q. Bo'ldi, mehnatda qolish yo'q. Kelishib qo'yib qolancha emas, u prosta boqib duvoq qo'ysa bo'ldi. Bo'ldi, gap yo'q. Yo, endi duvoga boqib berasiz, demoqchiman-da. Gap yo'q, akalar. Xudo xolasa kelaverasizlar. Aha. Mana xudo xolasa manzil mo'g'irimdan. Orqalari ham neregacha talaga soni. Xudo xolasa yaxshi narsa. Xudo xolasa kelaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'idan akalar mo'g'irimdan mol. Xudo xolasa oldiga o'ting. Shuni oldiga mol qanday ko'rinyapti. Akamni shu ko'hralardan kelyapti. Akamni kichkina mol emas, xudo xolasa. Kichkina narsa emas u.
Bo'lmasa Objon aka telefon nomerlarini ekran ostida qo'ysangiz obunachilar telefon qilsa chiroyli qilib tashqariga olib chiqib yetlab beraverasiz hammasini. Xotirjam har bittasini qilib beraveramiz. Bo'ldi. Telefon qilishaveramiz xohlasa. Kelaverasizlar. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida Shovon mahallasidamiz. Xudo xolasa obunachilar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kelaverasizlar. Yaxshi kunda ko'rishinglar.